Xo'p, hurmatli do'stlar, bugun pol podval yana bitta ko'ramiz. Qarang, akkuratni ekan, juda chiroyli qilib qo'yibdilar. Podyezddan kirish joyi, birinchi etaj. Pastga kelamiz. 4 ta xonadon mavjud ekan, 1 2 3 4. Mana bularda hammasida odamlar yashayaptilar. Mana bu yerda yana bitta kvartira bor, bu yerda ham yashayotgan ekanlar. Bizani sotuvga qo'ygan joyimiz mana bu bo'ladi. Qarang, pollar ham chiroyli, kafel, xo'sh, akkuratni, chiroyligidan joy ekan. Mana bu yerdagi lampochka ham agar ishga tushsa, вообще a'lo daraja bo'ladi. Xo'p, bir xonalik 52 kvadrat. Mana shunaqa joyimiz. Ofis, pod biznes yoki olib turib yashash uchun ham juda zo'r variant deb o'ylayman. Narxi shokolad, pol podvalligi mana bu derazalardan ma'lum. Qup-quruq, nam tortmagan, suvlar oqmagan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, pad aboy qismlari remont ishlari bo'lgan, pol beton qilingan, nol holatda turibdi. Elektr montaj joylari mana ko'rishingiz mumkin, hammasi tappa tayyor va mana bu yoqda bo'lib turib oshxona joyini tayyorlab qo'yibdilar. Yashashga deyarli tayyor desak ham bo'ladi. Mana bu yoqda bunday bo'lib turib, mana bu yoq kafel, tashqariga hidlar chiqib ketadi. Gaz kelgan, suv hamda kanalizatsiyamiz kelgan. Faqat ulab qo'yamiz. Mana shunaqa 52 kvadratlik joyimiz sotuvga chiqqan. Samarqand shahar choy fabrika hududi. Bu hududda gaz, suv, svetlar a'lo darajada. 5 qavatli yangi domlarning pol podvali g'ishtdan qilingan. Narxi $15,000. Zudlik bilan sotiladi. Ozgina savdosi bor ekan. Qiziqqanlar tez aloqaga chiqamiz.